Mamlakatlar tanazzuli. Ushbu kitobni hamma maqtaganligi uchun sotib oldim va o'qiganimni mavzularga bo'lib kanalimda yoritib borishni reja qildim. Demak, bu 3-mavzu. Mavzularning hammasini bir joyga yig'ib playlist qilib qo'ydim. Uni ketma-ketlikda ko'rib chiqishingiz mumkin. Demak, 2-mavzuda inklyuziv va ekstraktiv institutlar nimaligini bilib olgandik. Eslatib o'taman, inklyuziv institutlar aholining barcha qatlamini iqtisodiy va siyosiy jarayonlarga chorlab, mamlakatni iqtisodiy o'sishga olib kelar ekan. Ekstraktiv institutlar esa aholining katta qismini maqsadli ravishda taraqqiyotdan cheklaydi va oxir-oqibat bu mamlakat ertami-kech yemirilishga yuz tutadi. Savol tug'iladi. Har qanday fuqaro, har qanday siyosatchi, hattoki diktator ham o'zining mamlakatini rivojlantirishni istamaydimi? Bu savolga mualliflar quyidagicha javob beradi. Paragraf 961. Yana birinchi mavzuda yodga olingan Kongoga qaytamiz. Kongo qirolligi 17-asrga kelib qulaydi. Kim shubhalangandi? 1960-yilda Kongo Belgiyadan mustaqil bo'ladi. Joseph Maputo hokimiyatga kelgandan keyin aholi keskin qashshoqlashishni boshlaydi. Elita yaratilgan ekstraktiv institutlar yordamida aholini kuchli ekspluatatsiya qilib, o'zlari ertaklardagidek boyib ketadi. Maputo, senga nima farqi bor? Xalqing boy bo'lsa, sen yanada boy bo'lasan-ku. Yo'q, iqtisodiy o'sishni ta'minlaydigan institutlar o'rnatilsa, diktator va elita bundan jabr ko'radi. Agar bunaqa institutlar joriy qilinsa, boshqa qatlam qo'lida ham boyliklar, iqtisodiy ne'matlar to'planishiga olib keladi. Bunday tizimda kimdir boyib g'alaba qozonishi oson bo'lganidek, kimdir bor budiridan mahrum bo'lib mag'lubiyatga uchrashi ham oson bo'ladi. Maputoni tushunish uchun keling Angliyaning tarixidagi misollarni ko'rib chiqaylik. Angliyada sanoat inqilobi umumiy boylikning o'sishiga va oxir-oqibat zamonaviy sanoatga asoslangan jamiyatga yo'l ochib beradi. Iqtisodiy o'sish va texnologik innovatsiyalar bunyodkorona buzish orqali vujudga keladi. Eslab qoling shu so'zni, bunyodkorona buzish. Ya'ni eski texnologiyalar yangisiga almashtiriladi. Yangi kompaniyalar endi eskilarining o'rnini egallaydi. Tushunyapsiz-a? Eski narsalar buzilyapti, ammo o'rniga yangisi bunyod etilyapti. Bunyodkorona buzish. Bugungi asbob-uskunalar kechagilarni yaroqsiz qilib qo'yadi. Demak, inklyuziv institutlar va iqtisodiy o'sish bugungilarni eskilarga, yo'qlarni yangilarga aylantirishi mumkin ekan. Ya'ni g'oliblar va yengilganlar degani. Albatta, bunaqa vaziyat guvohi bo'lgan faol ishtirokchilar o'tmishga aylanmaslik uchun inklyuziv institutlarga qarshi chiqishi tabiiy hol. Sanoat inqilobining dastlabki bosqichida Yevropa mamlakatlari ham aristokratlar tomonidan boshqarib kelingan. Aristokratlarning asosiy daromadi esa yerlarni foydalanuvchilarga ijaraga berishdan shakllangan. Ushbu dala yerlari esa monarxlar tomonidan aristokratlarga taqdim etilgan va himoyasi ta'minlangan. Biroq bunyodkorona buzilishga ko'ra shaharlarda sanoatning yangi sohalari va fabrikalar paydo bo'ladi. Bu degani qishloqdagi aholi shaharlarga ko'chishni boshlaydi. Natijada dala yerda ishlayman deydigan odamlarning soni kamayib, yerga talab pasayadi. Buning ortidan yer ijarasi ham arzonlashadi. Aholi shaharlarga ketib qolmasin deb yollanma ishchilarga ko'proq maosh to'lanadi. Ko'ryapsizmi? Aynan elita aristokratlar sanoatlashtirilishdan ko'proq aziyat chekkan. Mavqe va ta'sirini yo'qotib qo'yishdan qo'rqqan aristokratlar doim sanoatlashtirilishga qarshilik ko'rsatgan. Sanoat inqilobining yana boshqa dushmanlari bu hunarmandlar. Qo'l mehnatlari endi stanok va mashinalar yordamida bajarilayotganini ko'rgan hunarmand va kosiblar ham industrializatsiyaga qarshi chiqadi. Ular to'polonlar qilib stanoklarni vayron qilishadi. Biroq sanoatlashtirish qarshiliklarga bardosh berib tik turadi. Lekin Avstro-Vengriya va Rossiyadagi aristokratlar oyoqda mahkam turadi. Bu yerlarda qirol va zodagonlarning vakolatlari Angliyadagilarnikiga qaraganda ancha kengroq bo'lgan. Mantiqan, sanoat inqilobi bu mamlakatlarga sekin va sudralib kirib keladi va qarangki, bu ikki davlat Yevropaning boshqa davlatlari bilan solishtirganda rivojlanishda ancha ortda qoladi. Shunday ekan, iqtisodiy o'sish bu shunchaki yangi stanoklar degani emas, balki chuqur o'zgarishlar jarayonini, ko'p hollarda afsuski beqarorlikni olib keladigan bunyodkorona buzilishni anglatar ekan. To'g'rida, eski narsadan qutulish qachon oson ish bo'lgan. Shuning uchun boyligi va ta'sirini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadigan odamlarning qarshiligidan oshib o'tila olsagina iqtisodiy o'sish yuz berar ekan.
Endi qarang, agar absolutizm bo'lsa, ya'ni qonunlar, hukumat, sud tizimi hammasi qirolning qo'lida bo'lsa, albatta elita o'ziga faqat foydali iqtisodiy institutlarni ravo ko'radi. Ular siyosiy institutlar rang-barang bo'lishini, turli xil guruhlardan tarkib topishini xohlarmidi? Yo'q, albatta. Guruhlar ko'pligi ularning rejalarini bloklab qo'yishi mumkin. Mualliflar kitobda siyosiy markazlashishga ham e'tibor qaratgan. Ularning fikriga ko'ra, markazlashish ham o'zidan o'zi shakllanib qoladigan narsa emas. Bir qaraganda tushunarli, markazlashgan davlatlarda tartib o'rnatilgan bo'ladi. Kim ham buni xohlamasdi? Xohlamaydiganlar ham bo'lar ekan. Biror siyosatchi klan yoki guruh hokimiyatni o'z qo'li ostida mustahkamlasa, qolgan klanlar yoki guruhlar bundan jabr ko'rishi mumkin. Shuning uchun markazlashgan davlatchilik bo'lmasa, qonun ham ishlamaydi, tartib ham o'rnatilmaydi, lekin ko'plab o'yin ishtirokchilari saqlanib qoladi. Ular ham quyosh ostida o'z joylariga ega bo'ladi. Qachonki biror guruh yetarlicha qudratli bo'lsagina, u qolganlarni bo'ysundirib, kuchli va markazlashgan davlat institutlarini yaratishi mumkin. Somali misolini ko'rsak, aynan bu yerlarda hokimiyat guruhlar o'rtasida bo'lib olingan. Hech qaysi klan boshqasiga bo'ysunmaydi. Shuning uchun uzoq yillardan beri bu yerlarda markazlashgan davlatchilikning iloji yo'q. Keling endi mavzuning boshidagi Kongoga qaytsak. 15-16-asrlardayoq Kongo qirolligiga suzib kelgan portugaliyalik va gollandiyaliklar ushbu mamlakatning qo'rqinchli qashshoqligiga e'tibor qaratishgan. Yevropa bilan solishtirganda ular hali ibtidoiy turmush tarzini kechirishar edi. Na yozuv, na g'ildirak, na omoch mavjud. Iqtisodiyot qulchilik ustida qurilgan bo'lib, qullar mahalliy qabila sardorlari tomonidan ham, yevropaliklar tomonidan ham ishlatilgan. Soliq tizimi umuman o'zboshimchalikka asoslangan. Misol uchun, qirolning bosh kiyimi yerga tushib ketgudek bo'lsa, har safar soliq yig'ilgan. Bir qarasang juda oddiy. Boyib ketish uchun kongaliklar investitsiya kiritsalari yetarli edi. Masalan, yevropaliklardan omoch sotib olib, yerlarga yaxshi ishlov bersalar bo'lardi. Lekin ular buni qilmaydi. Sababi odamlar bunday yangi texnologiyalardan foydalanib, qanchalik xirmonni ko'paytirmasin, qirol va uning atrofdagilari yiqqan terganni tortib olgan bo'lardi. Aksincha, buning o'rniga aholi tinchlik kerak deb shahar va yo'llardan uzoqroqlarda qo'nim topib, qirolning soliqlari va qul savdogarlaridan yiroqda yashashgan. Bu degani davlatning o'zi xususiy mulk va inson huquqlarining asosiy dushmani bo'lgan. Qirolning bunday amaliyotlariga qarshi faqatgina qo'zg'olon sodir bo'lishi mumkin edi. Qirol esa isyondan qo'rqib yevropaliklardan aynan o'qotar qurollarni sotib olib, hokimiyatini himoya qiladi, aholini o'ziga bo'ysundiradi. Albatta, agarda Kongoda xususiy mulk davlatning himoyasi ostiga olinganda edi, mamlakat boyib ketardi. Biroq elita bundan nima naf ko'radi? Aksincha, qul savdosi qisqarib, plantatsiyalardan tushayotgan daromadlar kamayib ketadi. O'sha davrlardan beri Kongo hozirgacha qashshoqlik botqog'idan chiqa olmayapti. Masalan, Afrika uchun kurash jarayonida yevropaliklar Kongoni ham bosib oladi. Biroq Yevropaning taraqqiyot shabodasi bu yerga yetib kelmaydi, aksincha, o'tmishda qirollar o'z aholisini qanday ezgan bo'lsa, endi ularning o'rniga belgiyalik kolonizatorlar va qirol Leopold II keladi. 1960-yilda Belgiyaning Kongosi mustaqillikni qo'lga kiritgach, iqtisodiy institutlar va rag'batlar yana o'z-o'zini qayta ijro etadi. Eski hammom, eski tos. Bu yerlarda haligacha oddiy iqtisodiy institutlar yo'lga qo'yilmagan. Ekstraktiv iqtisodiy institutlar hamon samaraliroq institutlarga almashtirilmagan. Sababi hokimiyatni qo'lga olgan odamlar oddiy aholining haq-huquqlari himoya qilinishidan naf ko'rmaydi. Bundan tashqari, o'sha ekstraktiv institutlar ustidan nazorat o'rnataman deb bir-biri bilan qirpichoq bo'layotgan guruhlar ham markazlashtirishning so'nggi umidlarini puchga chiqaradi. Kongoning tarixi shuni ko'rsatadiki, qanaqa siyosiy institut tanlansa, o'shanaqa iqtisodiy institut ham tanlanar ekan. Biroq mualliflar o'quvchini chalg'ib ketmasligi uchun quyidagicha fikrni ham keltirishadi. Ekstraktiv institutlar o'rnatilgan joylarda iqtisodiy o'sish umuman bo'lmaydi degani emas. Aslida ekstraktiv institutlar bir-birlaridan hattoki farq ham qilar ekan. Birinchidan, elita qo'lidagi resurslarni biror bir sohaga safarbar etib, ushbu yo'nalishda ma'lum iqtisodiy yuksalishga erishishi mumkin. 16-18-asrlarda Karib orollaridagi plantatorlar xususiy mulkka egalik qilgan, siyosiy institutlar ustidan nazorat yuritgan. Biroq qullar og'ir sharoitlarda yashab, ko'plari ochlik va toliqish sababli qirilib ketgan.
qullarni eshakda ishlatish hisobiga Barbados, Kuba, Gaiti, Yamayka kabi orollar dunyodagi eng boy koloniyalardan biriga aylanadi. Ular shakarni juda arzon xarajatlar hisobiga ishlab chiqarib, keyin ushbu mahsulotni dunyo bozoriga sotgan. Biroq iqtisodiyotning yangicha sohalari ochilgach, mazkur orollarning iqtisodiyoti ortga ketishni boshlaydi. Shunga o'xshash misol SSSR. SSSRda ham 1928-1932 yillar oralig'ida, ya'ni birinchi 5 yillikdan boshlab to 1970-yillargacha sanoatlashtirish va iqtisodiyot shiddat bilan rivojlanadi. Esingizda bo'lsa, SSSRda shakllangan siyosiy va iqtisodiy institutlar juda ekstraktiv bo'lgan. Bozor munosabatlari taqiqlangan. Biroq Sovet ittifoqi qishloq xo'jaligi resurslarini, shu jumladan mehnat resurslarini ham sanoatga yo'naltiradi. Bu esa vaqtinchalik oldinga ketishni ta'minlaydi. Hattoki fazoviy poygada Kimsan Amerika Qo'shma Shtatlaridan ham o'zib ketishga erishgan. Ikkinchidan, ayrim mamlakatlarda ekstraktiv siyosiy institutlar shu darajada hokimiyatni qo'llarida mustahkam ushlaydiki, iqtisodiy inklyuziv institutlar paydo bo'lishidan umuman qo'rqmaydilar. Bunga misol tariqasida ikkinchi mavzuda tilga olingan Janubiy Koreya keltiriladi. Pak Chon-Hi mamlakatni avtoritar uslubda boshqaradi, lekin iqtisodiy o'sishdan qo'rqmaydi. Biroq keyinchalik Koreya to'liq inklyuziv siyosiy institutlarga o'tib ketadi. Ammo nima bo'lganda ham ekstraktiv institutlar iqtisodiy o'sishni uzoq vaqt ta'minlay olmaydi. Resurslarni u sohadan olib, bu sohaga tashlab, ma'lum bir darajadagi taraqqiyotga erishishi mumkin. Biroq vaqt soati kelib, bunday fokus-mokuslar o'zining tabiiy chegaralari va to'siqlariga to'qnash kelar ekan. Bozorni egallab turgan ishtirokchilar raqobatni chegaralash maqsadida pizzaning kattaroq qismini qo'lga kiritish uchun va shunchaki muvaffaqiyatli korxonalarni talon-taroj qilish uchun bo'lsa ham ertami-kech iqtisodiy o'sishga to'sqinlik qilar ekan. Paragraf 961. Sog' salomat bo'ling.